Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halife Tarihi namlı kitabıda biz Abbasilarınki 42. halifesi Hakim bi Emrillah ismiyle tonulgan 3. Hakim bi Emrillah boz kerek bu adam. Muşkişniki hilafet zamanı ile tanışıp çıkımız. Bu adam Hicriye 741 yıldan Hicriye 753 yıl kadar yani undaqda 2 yıl hakimiyet beşde oltağan. Bu kişiniki ismi Ahmet, kunyasi Abul Abbas, aynı devirdeki ölüp ketken Mustakfi'ninki oğlu boludu. Dadısı ölüp ketken vaqtida bu Kos deydi. Kos Mısır'ninki muhim stratejik muhim şehirlerinki biri. Kahire'ye 7-8 kilometre kildi. Bu adam ölüp ketken vaqtida Mustakfi billah veli ahdlikni şu oğlu Ahmet kitap şuğa. Ama şu devrinin sultanı Memlukiler Sultanı Melik-i Nasir bu Ahmet'nin tağısının balısı İbrahim'ni halif kılıp bunu ma Ahmet'ni yıkı yol atmadı. İtiraf kıgıl olmadı. Çünkü özünün bir içinde bir gumu var Mustakfi'ye saklavatkan. Emniyette İbrahim'nin kılmışları, izleri naçar kılmışlarını kıldığın adam. Qazi Ezzeddin Cema'a bu sultanını şunda küçep bu İbrahim'ni veliyahdi kılmay Ahmet'ni kılışkı bekitişke şunda urunup bakkan bozu mu? Sultan Qalavun bunu icra kılışkı maqıl könmegen. Hem sultan ölep şu sekratlık vaqtida emirler hemmisi birleşip meslehat kelip birdek. Biz şu mustakfi bekitken Ahmetni veliahdi qilgan şu veliahdlikni biz amalga oshirsak degan qarashda bular ittifoq kelgan. Sultan Melikun Nasir Qalavun o'lgandan keyin o'g'li Abu Bakr ibn Nasir Mansur sultan bo'ldi. Mana bu 741-yili Zulhijja oyining 11-kuni payshanba kunda bir qurultay to'pladi. Halife İbrahim'ni ve Veli Ahdi Ahmet'ni devletinin qazilerini bu yerga yig'di hammalarini. Yig'ib shar'iy jihatdan ilib o'tgan vaqtida xalifetga kim eng loyiq dedi. Bu davrning qozisi İzzuddin Jamoa mundaq dedi. Xalife Mustakfi billah Qos shahrida o'lib ketgan vaqtida xilofetni o'g'li Ahmetni eng loyiq nomzod xilofetga deb buni veliahd qilib bekitgan. Buningga Qo'sdagi 40 nafar odil odamlarni guvohlik tortgan. Men buning isboti mening qishimda bor. Men buni Qo's shahridagi noibim, ya'ni Qo's shahrining qozisi bo'ldi, shahar qozisi. Bu orqali men buni isbotlagan edim deb naytdi. Özünküne caranlık, akılana ve şundakla hakikat için turduğun bir tevrenmez, batur iradesini bir yerde bu adam namayan kıldı. Şuna olan Sultan derhal İbrahim'ni gulab çürütüp Ahmet'e beyat kıldı. Ondan keyin qazilar beyat kıldı. Bunu şu vaqtida çoğun dadısının ismi mi Hakim bi Emrillah demes mi? Bu adamın bir yerde Hakim bi Emrillah deb çoğun dadısınınki namı bilen hürmet nam qilib qo'llandi. İbn Fazlullah o'zining Masalik nomli kitobida Hakim bi Emrillah Salis Ahmad ibn Mustakfining tarjimali haqida mundaq mazmunlarni o'tirib qo'ygan. O bizning zamonimizning xalifasidir. Misrimizning soyisidir. Bu adam xalifa bo'lgan paytlarda dushmanlar aşı g'azabdan yuraklar o'rtinib ketgan paytlarda xalifa bo'lgan. Bu adamның şebnem tamçıları bilen tonulgan bu devirdeydi. Bu maqtavat adamdı bu yerda. Bu işlarning hammasi öz joyiga, öz qilipiga yerleşken. Hamma ish öz joyiga tel intizam bilan tartiblik mengishga boshlagan. Xilofetning qoida yo'sullarini qaytadan jonlantirgan, gullantirgan adam bu. Hatta her hiç adam qarşı chiqanmig'idek derecede
bu qoida yo'sullarni belgilab o'ttirg'i chiqqan. O'chib ketgan yoki yo'qolib ketgan ota bovlarining qoida yo'sullarini bu odam qaytadan shuni radga solgan odamdir. Bu yo'qolib ketgan, izi o'chib ketgan bu qoida yo'sullarni avlodlarining, keyingi avlodlarning ya shu davrdagi o'zining avlodlarining xushalliq bilan qaytadan yoritgan odam. Ota bovlarining chechilang'u holatini qaytadan to'plagan odamdir. Bularga uzun muddatdan beri chechilang'ulik, tapriqchilik, nizolar besilib intizomsiz yashagan bu jamoat deydi. Ularning chaqnagan nurini qaytadan uzun muddat davomlashtirgan odam deydi. Bu har xil rangi to'lib ketgan. Bundaq demoqchi bo'lg'ini asli g'o'radigan ma otning qoshqisi bo'ladimda. Bu otning qoshqisi hamda qizil ot bo'lsa yoki qora ot bo'lsa, qoshqisi alayda gavdilib ko'rindida. Mushu qoshqini asos qilib turib qolgan hamma rangni o'chab bir xil rangda, ya'ni ittifoqlikqa aytilgan bir kinoyalik o'xshatish bo'lib yerdi. Munbar cho'qillarida bu odamning ismi ko'tarilib javlon qilyotdi. Bir mezgil bu ism o'chib qolgan, bu ism mush odamning soyasida qaytadan yulduzlar chaqnaydigan bir odamdir. Bu odamning bulutidan hargizmi bulutliq tuman havolar va yoki ofatlik yomg'irlar to'kelmaydi dedi. Sultan o'lgandan keyin bu odamni xalifa bo'lishga taklif berilgan edi. Darhol kamoli bayat bilan bu vasiyatni bu odam ijro qildi. Xilofatni darhol davom etadiganligini bu odam jakoladi dedi. Dadisi buningga burunlam xilofat ahdisini, vali ahdlikni bekitib, bu yorliqni tushirib jakolab bo'lgan edi. Amonatdor kishilar huzurida bu yoki bu yorliq jakornoma saqlangan edi dedi. Andın Mansur Abu Bakr ibn Sultanni davlatning sultoni qildi dedi. Bu adam bu sultan uchun bu podshoning bu vatanlari qaytadanovat olab ta'mir gullandi degan bo'ldi. Bu hamda Ibn Fazlullah'niki Masalik nomli bu coğrafiyalik tarixiy kitobida bu Misrniki bu xalifasini maqtagan balog'atlik, fasohatlik va kinoyalik iboratlar bilan bayon qilgan bir adabiy maqol ekan bu. Biz Alloh xolsa aytda shu vaqtda qandoq bayat qilingan shu bayat xetini ko'rib o'tamiz. Bu nayt uzun ekan. Ayt o'qiylik. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.